Demak, quyidagi hosilaga doir misolni ko'rib ketamiz. Millisertifikat darajasidagi savol. Agar fa degan funksiya mana shunga teng bo'lsa, mana bu qiymat nechiga teng deyapti. Yaxshi savol. Demak, fa teng 1 minus a 1 minus 2a 1 minus 3a va hokazo toki 1 minus 2023a gacha bor ekan. Misolni yechish uchun ikkala tomonni lnlab yuboramiz. ln fa teng ln hammasini ko'paytmasi 1 minus a 1 minus 2a hokazo 1 minus 2023a. Endi logaritm ichidagi ko'paytmalarni biz yig'indi ko'rinishida ham yoza olardik. Demak, ln fa teng yig'indi ko'rinishda yozsak ln 1 minus a plus ln 1 minus 2a plus hokazo toki ln 1 minus 2023a gacha. Endi ikkala tomondan hosila olib yuboramiz. Birinchi, mana bu chap tarafdan hosila murakkab funksiya hosilasi. Avval ichkaridan hosila f'(a) ko'paytiruv ln dan hosila 1 taqsim fa. Xo'p, endi o'ng tomondan hosila ichkaridan hosila minus 1 ln dan hosila 1 taqsim 1 minus a. Xuddi shunday suratda minus 2 1 taqsim 1 minus 2 hokazo eng oxirida ichkaridan hosila minus 2023 suratda 1 minus 2023a mahrajda. Mana shunday vaziyat bo'lib qoldi. Endi soddalashtiradigan bo'lsak, f'(a) taqsim fa teng minusni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, keyin minus 1 ni chiqardik deylik. Qavsda 1 taqsim 1 minus a plus 2 taqsim 1 minus 2a plus hokazo 2023 taqsim 1 minus 2023a. O'zi bizdan so'ragan ifodasiga juda yaqinlashib qoldik. Faqat ozgina o'zgartirishlar kiritsak kelib chiqadi. E'tibor beradigan bo'lsak, fa ni mana bu qavsga ko'paytirilgan. Demak, proporsiya qildim. Fa ni suratga ko'paytirdim, buni esa mahrajga tushirdim. Shunda fa ko'paytiruv 1 taqsim 1 minus a 2 taqsim 1 minus 2a hokazo 2023a taqsim 1 minus 2023a taqsim f'(a) teng bo'lyapti bitta mana shu yerda qolgan minus 1 ga. Demak, so'ragan ifodasini qiymati minus 1 ga teng ekan. Demak, C javob. Shunga o'xshash misollarni yechimini oson o'rganish kerak bo'lsa, bizni Telegram kanalga a'zo bo'ling. Telegram kanal Matematika 1997.